Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanalına hoş geldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmun yemek yeyish odatini o'zgartirish orqali ikkinchi tipli diabet kasalini saqaytqili bo'lamdi degan temada. Diabetning qaysi tipi bo'lsin, natijasi bo'lsa, qondagi shakarning miqdori normaldan yuqori bo'lib ketgan bo'ladi. Qondagi shakarning yuqori tuvanligini qon shakarini o'lchaydigan asbob bilan o'lchab bilalaymiz. Undaq bo'lsa, qondagi shakar nereden keladi? Albatta biz yegan yemeklikten keladi. Ba'zi yemeklarni yeganda qandagi shakarning miqdori nihoyat tez yuqorilab ketadi. Ba'zi yemeklarda bo'lsa asta yuqorilaydi. Yoki bo'lmasa ba'zilarida faqatla yuqorilamaydi. Demak, bizning qanday yemeklarni yeyishimiz qandagi shakarning yuqori tuvanligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omil bo'lib hisoblanadi. Oldingi asrning 80-yillarda butun dunyodagi ikkinchi tiplik diabet kasali deb diagnoz qo'yilgan bemorlarning soni taxminan 30 million bo'lgan bo'lsa, 2013-yilga kelgan bo'lsa, 13 hassadan ko'p eshib ketgan. Bu sur'atda ko'paygan bo'lsa, 2030-yilga borganda ikkinchi tiplik diabet kasali bemorlarning sonining 500 milliondan eshib ketganligi farz qilinmoqda. Немишқа диабет кесілі болғанларның кесілі диабетның doğrusunu yap turibmi, ham diabet bemorlarning yemek-içmek maslahati bo'yicha oziqlanib turibmi, saqayamaydi. Aksicha borgan sari ig'irlashib, diabetning agashma kasalliklarini keltirib chiqardi. Masalan, yurak tiqilmasi, sakta, qarg'u bo'lish, böbrek zaiflashish, qon tozalash, inchik tomirlarning zaxmlanishi sababli put-qo'llarning kesilishi qatorliqlar. Buni diabet bemorlarining yemek-içmek oziqliq maslahatining to'g'ri bo'lmaganligidan ko'rsak bo'ladi. Bu oziqliq piramidasining asosi bo'lsa, tarkibiy kraxmalni asos qilgan yemeklar bo'lib, odatda badanga kirgan bir kraxmal molekulasi 2 dona shakar molekulasiga aylana oladi. Bundaq bo'lganda, yegan yemeklik miqdoriga qaraganda bir asa ortiq shakar molekulasiga erishadigan gap. Bu shakarlar uchaydan qabul qilinib, qon tomir sistemasiga kirganda albatta qon shakari yuqorilaydi. Qondagi shakarlar yuqorilayversa, diabet kasalini saqaytish emas, bag'asiri ig'irlashtirishga yuzlanib mangadi. Shuning bilan diabet bemorlari texmo ko'p doriga ehtiyojli bo'ladi. Nemishqa bundaq oziqlanish maslahatini berdi? Chunki bu maslahatni berdiganlar mushundaq oziqlanish to'g'ri deb o'ylaganligi uchun. Mayliq va go'sht yemeklarning o'rniga kraxmalliq yemeklarni yeyish orqali qo'saq to'qlashni asos qilganligi uchun bo'lgan. Bu hech qanday bir tadqiqot natijasi emas. Diabet kasalini 2000 yil burunla insonlar tunib va uningga davolash ilib borgan. 2-asrning beshida yashagan gretsiyalik doktor Aritos diabet degan atalg'uni qo'llangan. 1675-yilga kelganda Angliyalik doktor va tadqiqotchi Thomas Willis mellitus degan atalg'uni diabet degan atalg'uga qo'shib ishlatgan. Mellitusning ma'nosi bo'lsa, hasalga o'xshash tatliq degan ma'noda bo'lib, diabet bemorlarining suydikining xuddi shakar solgan suga o'xshash tatliq bo'lganligini ko'zda tutib, bu mellitus degan atalg'uni qo'llangan. Undaq bo'lsa, u vaqtlarda diabet bemorlarini qanday davolaydi? Albatta, tomoq orqali davolaydi. Bu yerda men 100 yil ilgirki diabet bemorlarining tomoq retseptlari va tomoq tizimliklari degan kitobni misol qilib o'tmoqchi. Bu kitob 1917-yillik kitob. Bu kitobni to'rda topqili bo'ldi. Bu kitobda bo'lsa qaysi yemeklarni farz tutish kerakligini va qaysi yemeklarni yeyish kerakligini nihoyat yaxshi ko'rsatib bergan. Diabet bemorlari farz tutgan yemeklar deganda buningda birinchisida shakarni ko'rsatgan. Ondan başqa yana un, bolka, pranik, guruch, hasal, tarkibida kraxmal bo'lgan yemeklar, pivo, shokolad degandek. Yana shundaqla har xil tatliq ichimliklar, meva suylarini o'z ichiga oladi.
Bulardan pərhiz tutung degan. Pərhiz tutung deganda faqat ishlatmaslik demakchi yoki yemaslik, ichmaslik demakchi. Bizning tamoqlarimizning ichida guruch tamoq ichida biz yaxshi ko'rib yeydigan polom bor. Andikin xamirliq tamoq ichida lag'man degandek bularning hammasi shu qandagi shakarni bek yuqoriltadigan bo'lishqa amalla yemagan yaxshi bundaq yemeklarni. Diabet kesili borlar. İkinci tipli diabet kesili bo'lamdi, birinchi tipli diabet kesili bo'lamdi. Qaysi bo'lsa, diabet kesili bo'lsa, mushtaq shakarni yuqoriltadigan yemeklarni yemaslik kerak. Ondan başqa yıldızını iste'mol qilg'u bo'lgan ko'ktatlar. Ya'ni tuproqning ostida mevasi bo'lgan ko'ktatlarni ko'z tutmoqchi. Bular ham shundaqla tatliq mevalardan parhez tutish kerak. Bularni iste'mol qilgandan keyin albatta qondagi qandni yuqoriltadi. Diabetes bemorlari bu yuqorilgan qondagi shakarni tushira olmaganlikdan bu shakarlar qon sistemasida aylanib yurib, qon tomirining devorlarini, nerv sistemalarini ham har qaysi yumshoq to'qimalarni zaxmlantirdi. Diabet bemorlari yeyish kerak bo'lgan yemeklar bo'lsa, seriq moy, zaytun yog'i, qaymoq, erimchik, bu yerda erimchikning har xil turlarini ko'rsatgan, shundaqla go'shtning har xil turlarini ko'rsatgan, beliq, tuxum qatorliqlar. Bu yemeklar qon shakariga ta'sir ko'rsatmay qolmasdan, bularning tarkibida mayda eriydigan har xil vitaminlar mo'l bo'ladi. Ham sog'lom to'yingan yog' kislotasi va omega 3 yog' kislotasining miqdori yuqori bo'ladi. Bular yalliq qaytirish xususiyatiga ega. Yuqorida 100 yil burungi diabet bemorlarining yemeklik tizimliklarini ko'rib chiqdik. Qon shakarini o'rlatmaydigan yemeklarni o'zimizning tamoq odatimizga moslashtirib iste'mol qilib odatlansak, albatta yaxshi bo'ladi. Navoda diabet bemorlari qon shakarini o'rlatmaydigan yemeklarni yeganda tamoqdan keyingi qon qantining burunqiga selishtirganda tuvanliganligini qon qantini o'lchab bilalaydi. Davomli qondagi shakarni o'rlatmaydigan yemek iste'mol qilganda qondagi qantning miqdori davomli tuvan bo'ladi. Qon qanti tuvan bo'lgandan keyin albatta insulinga va qon qantini tushiradigan dorilarga bo'lgan ehtiyoj tuvanlaydi. Shunga insulin ishlatadiganlar cho'qim qon shakarini har qatam tamoqdan burun va keyin o'lchab, insulinning miqdorini tamoqdan burungi qon shakarining miqdoriga asosan tengshab ishlatish kerak. Navoda tamoq odatingizni o'zgartirish orqali diabet kasalligingizni davolashni orzu qilsangiz, lekin o'zingiz yolg'iz sinashni muvofiq ko'rmasangiz, biz bilan aloqalashing. Bu to'g'risida tibbiy maslahat ko'rsatamiz. Bugungi darsimiz mishagacha bo'lsin. Inshaalloh keyingi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat. Xayr xo'sh.